ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, ya'niki ishchi guruh vizasi bilan startda turamiz. Ya'niki vizalar chiqish boshlanadi. Tez fursatda kimki qiziqish bildirsa, ya'niki Makka shahrida bemalol tashrif bilan yurasiz. Gostitsamiz Jamoratda oldida egalik 5 ta gostitsa ko'rsatganmiz gruppamizda. O'sha ya'ni gostitsa bo'ladi haj mavsumida, ya'niki Minoni ichida bemalol hujjat bilan bemalol yurasiz, chunki haj ishchi guruh vizasi bo'ladi. Ya'niki haj mavsumida ishlovchi, ya'niki bu yerda ishlovchilar qatorida kirasiz. Bemalol haj amallarini bajarib olsangiz bo'ladi, xotirjam bo'lasiz. Ya'niki qiziqish bildirganlar lichkaga yozib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Boshlanyapti. Sizlarni Telegram gruppamiz bor. Shularga qo'shamiz. Kuzatib turamiz, chiqqan vizalarni tashaveramiz. Ishonch bildirganlar, qiziqqanlar bemalol qo'shilishib, ya'niki vizalarni chiqartirib olsa bo'ladi. Birinchi 350 tamiz shu kunlarda tayyor. Qiziqish bildirganlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh boshlaymiz. To'lov etapma-etap viza chiqqandan keyin etapma-etap to'lab ketiladi. Xotirjam bo'lamiz. Ya'niki kim qiziqish bildirsa, biz aloqadamiz. Bemalol chiqishingiz mumkin.